Hammaga assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Gagiyortli naborimizga keldi. Naborimizda xuddi o'sha eski keysda o'zini chamadonida qolibdi. O'zgarishda katta yo'q. Metal korpus. Ustiga plasmas kiydirilgan. Bu yerda kaltimiz bor. Hamma tsekka bittada yopib qullaydigan. Yopildi. Va ochadigan joyimiz bu yoq tomonida. Hop, sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi atsekimizda bu yerda golovka va bitalar. Hop, bu yerda boshlanyapti 8 dan o'tdi boshlanyapti 32 gacha. Hop, звездочка golovka E10 dan E24 gacha bor. Hop, PH PZ tak PZ kerakli golovkalardan, bitalardan PZ PH bor, SLM bor. Hop, T30 T50 gacha. Hop, kattasi T30 T70 gacha bor. Hop, звездочкani kichkina anaqaga, kichkina treshotka uchun va sredniy treshotka uchun golovkalar. Bitta hop, sredniy treshotka uchun golovka, bita, hop, nasadka, treshotkalar kirmaydigan joyga uglovoy nasadkalar. Hop, bu yerda ham kalyonli bitalar, keyin bitalarni aytib o'tib ketaman. Bu kalyonli cho'g'da kuydirilgan, uncha ketib qolmaydi. Mana shunaqa qorasidan olsanglar, xolos uyaltirib qo'ying. Hop, keyingi atsekimizda moy filtrini ko'rishimiz, moy filtrini yechib beradigan instrumentimiz bu gakiyortga qo'yiladi. Mana bu nasadkasi bu tomonga qo'yib gakiyortga qotiriladi. Hop, bu yerda golovkalarga udinitel, hop, treshotka, hop, sredniy katta, hop, udarniy atyorkalar orqasidan bolg'ada ursanglar bo'ladi. 3 xil, 6 xil qo'yilgan. Hop, kichkina atyorka, katta atyorka, sredniy, ya'ni S2lar, S3lar hammasidan bor. Keyingi atsek ochamiz. Bizda hop, krokodil kelyapti, amber katta kichkina. Hop, tros kesadiganlarimiz, qumli bolg'a, juda qum bo'ladi mana. O'tkazamiz. Tak, bu yerda ran staneskalar temir uchun. Bu yerda temir uchun. Keyingi atsekimizga o'tamiz. 4-siga. Hop, bu yerda shestirani kichkina razmer 2,5 dan boshlanyapti. Hop, bu yerda yana отдельно звездочка bor. Hop, bu yerda ключimiz yetarli, ключimiz bor.